Do'stlar, endi yillab uy qurish davri o'tdi O'zbekistonda. Yangilik xuddi shu ko'rinishda betoningizni topshiring, mana shu ko'rinishga olib kelishga attiga 1 hafta vaqt ketyapti ekan do'stlar, mana qaranglar. 1 hafta vaqt ketyapti ekan. Fundamenti bilan tomini ko'targuncha 1 hafta vaqt ketyapti ekan. Yana ozgina 1 oy vaqt beradigan bo'lsalarning remontini xuddi shu ko'rinishda olib kelib qilib berishar ekan. Videoyimizga bitta-bittadan rang bosib qo'ying, uy ichini hozir sizlarga ko'rsataman. Eshiklari ham anchagina baquvvat bo'lar ekan, ko'rib turganlaringdek 6 xonadan iborat ekan uylar. Klient qaranglar ko'pligini va hozir mana mehmonxonalar ham anchagina katta bo'lar ekan, 6 metrga anchagina uzun panorama tomlari ham bo'lar ekan. Bundan tashqari bitta detskiy, yana bitta detskiy. Mana qaranglar, mana bu tomonda sanuzellari ham anchagina katta bo'lar ekan, mana qaranglar. Spannisi ham anchagina kenggina bo'lar ekan. Bundan tashqari mana sanuzellari ham bor. Sanuzellarni qaranglar, juda ham zo'r bo'lar ekan. Narxlari 3 million so'mdan boshlanib 5 million so'mgacha qilib berishar ekan. Kimga shunaqangi ko'chma uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan qoldirdim, aloqaga chiqaverasizlar.